Ich qotishi kuchli, nima qilaylik deb savol beribdilar Rustam tabib va Said Olimxon shogirdlari. Marhamat. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Tojikistonga alohida salom. O'zbekistondan insonda nima uchun ich qotadi? O'tqopdan, yo'g'onichaydan, oshqozon bezostidan ich qotadi. Bizda mandaqa ko'rinishdagi giyohimiz bor. Giyohlar to'plami 2-3 xil giyohlar talqon qilingan holatda turadi. Buni bir choy qoshig'ini 200 gram suvga, to'yis qatiqqa aralashtirib ichsa ham bo'ladi yoki choy qilib damlab ichsa ham bo'ladi. Hamda qavziyatni, kolit, xronический kolitni ham davolaydi. Ichaklardagi muammoni yo'qotadi, o'tqop to'g'rilaydi, oshqozon bezosini to'g'rilaydi. Hattoki ayollarda uchraydigan gormonlarning ortiqcha vaznga ham foydasi bor. Shifolohdan sabablarini qilib ichib ko'ringlar. Bu hammasi kitobdan o'zimizdan o'zi olib qilinmagan do'stlar. Bu giyohlar to'plami 2-3 xil giyohdan bitta qilinib, shunday ich qotish uchun maxsus tayyorlangan. Adres va telefon raqam qo'yaman. Shu orqali kelaverasizlar do'stlar. Xudo xohlasa, yaxshi zo'r bo'lib kelsangiz, Rustam tabibga bitta sarpo yoki vertolyot olib beradi, xudo xohlasa. Rangi qora bo'lsin. Bu videoni ich qotadigan do'stlaringizga yuborib qo'yinglar. Adres bo'yicha kelaverasizlar. Rustam tabib, O'zbekiston hamisha oldin. O'zbekiston, Bapesh.